Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada sadaqa jürüzü Washington'da sözleyimiz. Bugünkü ıslaq işkemen 23. ayının 22. günü vatandaşım. Bugünkü vaziyet Rusya'da devlet işler ziyaretinde buluvatkanlara Xi Jinping 22. günü ayrı plan olturup vataniga qayıtdı, Cungoga qayıtdı. Bu qatımqı söhbət bütün dünya naytı çonqur ve naytı ciddi bir haletdə dikkat qılğan söhbət boldu. Bütün jeriyan sizden bizden haber tepişimiz mümkün emas. Aşı qatımqı görünüşüdür, birinci qatımlıq görünüşüdür men emas. Hatta Cungo'nun torbetçilerimi şundaq deyişdi ki, bularning ro'yi holatiga, uchrashqandagi ro'yi holatiga diqqat qilishdi. Çünkü bularning uchrashgan vaqtga ro'y holati nima deysiniz, 17 kuni Gaaga Xalqaro jinoiy ishlar sud kollegiyasi prezident Vladimir Putinni urush jinoyatchisi deb ayblab qo'lga elish buyrug'i tushirgan edi. Yakın bu şu tesir kıldı mı? Ve yakın bu katın bu iki devlet rehberinin sözleşidiğen muhamma yani muhakeme kılıdığan yaki cevap kaytırdığan, uğurlaştırdığan, kol silip işleydiğen meselelerinin mavzusu bu iki devlet rehberine bir aram kıldı mı? Olturgan orundukta. Tüncü katın uçraşkanda 10-15 minut digidek Prezident Vladimir Putin'in mu titrep oturdu. O Putin'i bir uyakka, bir bu yakka ötkep titrep oturdu. Prezident Vladimir Putin'in bu haletiga yarışa Reis Xi Jinping'i oturgan orundukta gülençikten kolunu uyakka almıştırıp, bu yakka almıştırıp ciddileşip oturdu. Ro'y kayfiyatının qaraganda men iki narsani hesaplayman vatandaş, iki narsadan qarayman. Biri, bular sözleşidigan söhbət mavzusu intayin egir. İntayin egir mavzu. Onun üstüge qo'lga ilish buyrug'ini tushirilgan vaqti. Demak, bunun bilan birga bütün yer shaharning diqqati. Bo'libmi bu suhbatga Amerika Qo'shma Shtatlarining qaysi qatlamda turib diqqat qilayotganligi. Bundaq eg'ir sharoit ikki davlat rahbarining pozitsiyasining shundaq bo'ladiganligi ko'rinib turadi vatandoshim. Men tunugin sizlarga leksiyada ishga bozgan dedim. İki tane bazgan Ukrayna meselesi ve Uyguristan'da soykırıp kişilik hukuk meselesi o'xshashli bir vaqtda. Bular 20 kuni Kremlda Moskvada uchrashgan bir paytda Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar katibi yani Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mahkamasida bu dokladni e'lon qildi. Vatandaşım, şuna bunu matbuatta Vanvi torbetining matbuatı dedi ki, iki tane bazgan muşunda düştü dedi. Belki muşu sebeple ulanın kayfiyatına tesir ko'rsatdi. Biz bugün bu dokladni hürmet qilish yoki bu dokladga bo'lgan ishonchimiz ve yoki bu dokladga berdigan ifodamiz, bildirdigan ifodamiz nuqtai nazardan tungan qisqacha anglatdik. Bugün işkibet bunu anlatımız, bunu bir anlatışlar vatandaşlar. Çünkü bu Uygur degen milletin takdiriga münasebetli dokulat vatandaş. Mavzumunda Amerika Qo'shma Shtatlari kishilik hukuk doklatiga Jungo'ning vahshiyona ish izlari ve qiliqlarini kirgizdi. Devlet İşler Katibi Antony Blinken kişilik hukuk xiristlarga to'g'ridan to'g'ri yuzlanimiz deb ko'rsatdi. Mavzuli xabar 3 ayning 22 kuni Jungoga nazorat orbitida e'lon qilindi. Xabar bunday boshlanadi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasi 3 ayning 20 kuni har qaysi ellarning kişilik hukuk ahvoli to'g'risida yillik doklad e'lon qildi. Bu dokladning Jungoga munosabatli qismi 87 batta izhor qilinib, Jungo hukumatining kishilik huquqni dafsandiq qilish 25 xil jinoyat turi bo'yicha sharhlandi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat ishlar katibi Antony Blinken mundaq ko'rsatdi.
Biz kişilik hukuk taraftan kelayotgan xarıslağı yüzlenemiz. Yoki ciddi qaraymiz, ko'rmaslikka salmaymiz, yoki yoshirmaymiz. Davlat shakati Antony Blinken haftaning birinchi kuni doklad e'lon qilish yig'inida mundaq ko'rsatdi. Jungo Kompartiyasi huquqni qalaymiqan ishiltiyotidir. Cümleden Uygurlarning vücudida irq yo'qotish siyosati va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilyotidi. Tibetlarni bostiryotidi. Hong Kongda negizlik kişilik huquqni cheklayotidi. Kişilik hukuk dokladida mundaq ko'rsatildi. Uygurlar ve başkalar qartilgan irq yo'qotish jinoyati ve insoniyatga qarshi jinoyatlar Şinjan'da, yani müstemlika Uyg'uristonda uzluksiz davomlashyapti. Başka ig'ir kişilik hukuk meseleleri cümleden hükümetin qasddan ve kanunsuz odam o'ldirish hareketleri, g'oyib qilib etish, jismoniy jazo berish, xohlagancha qo'lga elish, oshkora ve adil savol so'roq qilishni rad qilish, boshqa davlatlarda yashayotgan kishilarga davlat alqıgan halda besim ishlatish, mustaqil adliyaning bo'lmasligi, söz erkinligini ve matbuot erkinligini cheklash, hukumat amaldorlarining chiriklashish qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Jungo hukumati irq yo'qotish siyosatini uzluksiz davomlashtiryapti. Kişilik hukuk dokladida mundaq ko'rsatildi. Uygurlar qartilgan irq yo'qotish siyosati ve insoniyatga qarshi jinoyat Şinjan'da, yani müstemlika Uyg'uristonda uzluksiz davomlashyapti. Bu jinoyatlar cümleden xohlagancha nazarband qilish ve başka ig'ir shakllarda 1 milyondan ortiq Uyg'urning erkinligi tortib elindi. Tug'ut cheklashga majburlandi. Balasını tushirishga majburlandi. Homila tushirishga majburlandi. Davlatning planliq tug'ut siyosati dahshatli ravishda yo'lga qo'yildi. Jinsiy zo'ravonlik yana boshqa shaklda jinsiy zo'ravonlik, hatto jinsiy farqlar zo'ravonligini yo'lga qo'ydi. Davomini anglaysiz, vatandoshim.